O'quvchi pechkaning ustiga sakradi-da va aytdiki, berilgan 100 so'm pulingizni 10 so'miga men non oldim, dedi, oyog'i kuya boshladi. Birini ko'tarardi, ikkinchisini qo'yardi. To hisobot berguncha uning oyoqlari isib, peshonasidan ter oqib, rangi qizara boshladi. To 100 so'mni hisobini berguncha, 10 so'mga falon, 5 so'mga bu, 20 so'mga bu, 5 so'mga bu, 100 so'mni hisobotini berdi. Undan keyin 90 so'm berilgan talaba pechkani ustiga sakradi. Va u ham hisobotni berdi. Uni ham ahvoli xuddi shunday edi. Va birin-ketin talabalar shu hisobotni berdilarda va savol bergan 1 dirham, 1 so'm berilgan talaba shunday pechkani ustiga sakradida, bergan 1 so'mingizga men bitta nihol oldim dedi-da, darrov tushdi. Umuman oyog'i ham noqulay holatga ham tushgani yo'q edi. Shunday sakradi, men nihol oldim dedi, qaytib sakradi.